Joning sog' bo'lginlar. Bizdan ko'ra birma-bir baho beraverasizlar akalar sizda. Ha mayli chorva brenddanman deb chiqsa tanlab olasiz. Hammaga assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari hamda mana bunday paltarashka buqa ishqibozlari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Pushtovoy mahallasidamiz. Yaniki o'sha o'ttinchi arzonchi Ilhomjonov fermasidamiz. Hurmatli aka-ukalar, Rossiya Federatsiyasidan keltirilgan Greenford buqalar paltarashka. Ular narxlarini qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Videodagi kamchilik xatolar uchun oldindan uzr so'raymiz. Bugungi sanamiz 17 yanvar 2026 yil. Hafta kuniga shanba. Videomiz boshidan bir dona like bosib bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qo'ldan kelguncha narxlarni yoritib beramiz. Bo'lmasa biz Ilhomjonning o'zidan to'liq ma'lumot olamiz akalar. Akalar mana baholasa ma'lumot sekin Ilhomjon o'zidan olamiz. Do'stim hormang endi. Abdullajon, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi oldingizmi? Obunachilarga hammaga assalomu alaykum deb qolamiz. Like deb bosasizlar, millat xudo xolasa. Rahmat. Chorva brend obunachi tezda 100 ming yetib borsin xudo xolasa. Inshaalloh xudo xolasa. Do'stim mollarni chempionlar ketdi. Xudo xolasa buqalarda to'qonlar xudo xolasa. Qozolaridan ketdi mana. Soniga necha bosh endi? 35 yosh. 35 bosh aka-ukalar. Ishqibozlarga birma-bir ma'lumotlarni olib ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Shu. Ya bichar sog'liklari. Ha, moshli xudo xolasa. Buqalar akalar mana ko'rinishlarga o'zlaring baho berasizlar. Soniga 35 bosh. Kecha tushgan mollar aka. Akalar bular. Ilhomjon boshlash narxi qanchada endi bularni? bu qoradan boshlaymiz. 24,5 dan ikkita chiqazib beramiz. 24. Oldi keladi bir dona tanlab olsa ham 28 million 500 dan tanlab olaveradi. Ikkitasini ko'paytirsak bo'lmaymi? Mayli 4 ta qilib beramiz mayli. Biz obunachilarga 24,5 dan 4 ta tanlab beramiz mana shu qoradan. barakasini Bitta olsa ham 28,5 dan. Xayrini qilib beraman agar 5 ta olsa 28 dan tanlab olarsa. Bo'ldi akalar mana. Yana xayrlari bor, savdolar etilgan so'mmada ketmaydi bizda. Savdo sunnat. Savdosi bor a? Savdo sunnat o'tib beriladi xolasa. Akalar mana aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. Xudo xolasa. Bitta olgan odamga ham. Xo'p, do'stim endi buni ichidan bir 10 ta tanlab bering desa, nechta o'g'lon qilib berasiz endi? 10 ta zo'rini 270 millionga tanlab olaveradi o'zi. O'zi tanlab. O'zi tanlaydi. Men tanlagan mol obunachilarimiz yoqmashi mumkin u. O'zi tanlab olaveradi. Bitta bunday o'tkazib yuboringlar, bitta mol bir ko'rib olsin. Akalar birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Mamisi ham lekin o'ta qo'pol mol ekan. Nima dedilar? Mana mayda o'tirsin bu. Taxtadan mujjob qochib tur. Ha? Bari o'tsa bitta screenshot qilaveradi. Bo'ldi. Qo'qol variantida akalar. Haydang. Ba'da hayda. Qayda? Bu tomondan o'tsin. Farqi yo'q, o'tirsin. Masjidga turibdi ekan. Hayda. Joning sog' bo'lganlar. Nima deyapti akalar buqalar? Filminnoy toza. O'tkazavering. O'zlaring birma-bir ko'rib bahosini beraverasizlar akalar. Bo'ylari 1.20, 1.15. Paltarashkalar. Mana. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidamiz. Ilhomjon firmasidamiz aka-ukalar. Hayda. Ana buqalar. Joning sog' bo'lgan. Mashalloh deb yozib qo'yamiz. Hurmatli kuzatuvchilar. 100 ga 100 to'qol variantidan kelgan. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaveramiz. Telegram, WhatsApp ishlaydi. 24/7 ishlaydi aka-ukalar. Bitta ko'rsatib skriptda video qilib tashlab beraveradi akalar. Alloh sog' bo'lganlar. Anamsi ham o'ta polvonlar ekan. Yaxshi niyat qilgan aka-ukalarimizga mana. To'rtta. Bittasini olib qo'yib, uyingizda boqsangiz, xudo xolasa bular gigant bo'ladi. Tonnaga xotirjam boradi aka-ukalar. Abdullajon, bular bor-ku. Mollar o'ta suyakli, baquvvat buqalar. Eti yuqa xolos, chorvada bular yem yemagan. Oyoq qo'li baquvvat hozir, to'qol variant. Shoxi bor bitta yarimta bo'lishi mumkin. Bunaqa 100 ga 100 lari bor ekan akalar. Jingalaksa chaqiqan. Burro boshidan. Mollar sal eti pastroq, lekin o'ta polvon mollar ekan lekin. Ularda anguslari ham bor, xudo xolasa chiqaramiz. Ichkarida bor-a? Bor, xudo xolasa.
Mana bo'sh qop deydi, rosa korobkalari butunida akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchqo'y mahallasidamiz. Lekin mol o'ta seroq. Anguslarda nechta bor endi bundan? Anguslardan xo'sh. Nechta bor ekan? 20 tacha bor-da. Bo'ldi, bular chiqaraylik bo'lmasa. Chiqaramiz. Bularni qo'yib bilan aytib qo'yaylikmi? Ha, buni option nimasini aytmadik-a buni. Buni 24,5 dan boshlanadi 4 ta dedik. Oldi 28 million 500 dedi. Bir donasi 20. Optimga men oldim deganga bor-ku. 26 million 500 dan xayrini qo'yib beramiz. 35 ta, ha? 35 tani bir joyga. O'zbekiston bo'ylab yetkazish xizmatlari Dastlabkasi bor. umuman muammo yo'q, xudo xolasa. Aloqa chiqqanda chorva brendamiz deb chiqsa, yana bonuslari bor, xudo xolasa. Bo'ldi. Hurmatli kuzatuvchilar, kimgadir qiziq bo'lsa, mobillarga aloqaga chiqsalar, yo'lda kelishtirib beradi. Bo'lmasa biz keyingi partiyani chiqaramiz. Keyingi partiyamiz Mickey Mouse, Angus. Joning sog' bo'lginlar. Bizdan ko'ra birma-bir baho beraverasizlar akalar, anaqa jingalak. O'ta butunlaridan kelgan. Quloq orasidan ham bor Anguslar akalar. Shved. Lekin o'ta toza pelmennoy. Tozalaridan. Mana akalar birma-bir ma'lumotini beramiz. Umumiy soni 16 bosh. 16 bosh ekan. Soni akalar. Bu ikkinchi partiyamiz. Mickey Mouse'lar. Bunaqa shvedlari ham bor. 16 boshda do'stim bular, ha? Umumiy soni. Umumiy soni. Xo'p, akalar bu do'stim boshlanish narxi qanchadan bu? Bularni boshlaymiz bularda. 25,5 dan boshlanadi. Aha. O'rra bosh, qo'ng'iri bor, yuzga yuz anguslari bor, Mickey Mouse, qizil angus deymi? Limuzin deymi deyoradi, mana shu bittasi bor. Mana Qizil. mana. Aha, o'rra boshini. Oyoq qo'li baquvvat. 25 qancha dedingiz? 25,5 dan ikkita chiqazamiz. 25 dan qilyapsiz shuni. Yarmiga nima bor? Mayli ikkita chiqazib beraman 50 millionga mana shu qo'radan. Akalar, o'zlaring baho berasizlar. Lekin korobkalari butun narsalar ekan. O cho'rniyni qarama, boshqacha o'zi. Piyostra. Bitta ekanda. O'ta butun ekan. Do'stim, endi buni oldi nech pul endi? Oldi keladi, bir dona tanlab olsam 28 dan tanlab olaverasiz, zo'rini. 28 dan deng, do'stim, 28 dan. Ha, mayli chorva brenddan deb chiqsa tanlab olasiz 28 dan bir dona. O'sa yo'g'on mollar. Bo'sh qopda olib borib to'ldirsangiz bo'ldi. Xudo xolasa. Bo'ylari 1.30 xotirjamamiz. Korobkani qarang, butunligini. 28 million so'm. Bo'ylardan taxminan yetib ketaveramdi. 1.25, 1.30, 1.20 ga bitta ikkita bor ekan. 1.20 dan boshlanadi, ketaveradi 1.30 ga bor. Do'stim, buni 16 tani bir joyga necha pul beraveramiz endi? Mana shuni men oldim deganga bor-ku, 27,5 dan ketaveradi. 27,5 dan. Aha, dastlabkasi umuman yo'q. 27 dan ekanda do'stim, qo'yiq suyuq, ha? Opsiz bir joyga qilsak bo'lmaymi? Ha? 27,5 qilsak. 27 million so'mdan. Mayli chorva brenddan deb chiqsin ketaveradi. Akalar baho berasizlar. Kelishtirib narxlarni, dastavkalarni bitta olsangiz ham O'zbekiston bo'ylab bor. Lekin men qo'ng'irni nech pul beraveramiz do'stim? Qo'ng'ir juda Mana shu oldimi 26,5 ketaveradi ashma. Qo'ng'ir lekin rosa ko'ngilga ma'qul keldi. Boshqacha mol oladi o'zi. Nima dedilar akalar o'zlar? Soniga 16 bosh. Bir joyga olaman degan aka-ukalarimiz uchun 27 million so'mdan dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. Xudo xolasa. Xotirjam kelaverasizlar, nomerlarni yozib ketamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Albatta. Biz xizmatdamiz. Keyingi partiyani chiqaramiz. Navbatdagi Mickeylar. O'zlaring baho berasizlar. Olis. Shohli varianti. Bo'yi 1.20. Yugurtirib. Haydanglar, davay. Joning sog' bo'lginlar. Mana abdukollari ham bor ekan. Mana donak Mickey Mouse'cha mana. Donaklaridan Angusi ham bor ekan, shvedga gibrid bor ekan, mana toza Angus yuztaliklari bor ekan. 17 bosh. Soniga 17 bosh akalar, Mickey Mouse korobkalari butun. Toza yuztali variantlarida. Do'stim, buni boshlanish narxi qanchadan? Buni boshlanish narxi 45 ga ikkita olamiz. 45 millionga ikkita. Aha. Keladi, bitta zo'rini olaman desam bor-ku, 25,5 ga tanlab olaveradi. Bitta zo'rini ham. 25 deng do'stim, 25. Ha, mayli chorva brenddan chiqsa ketdi 25 millionga. Akalar mana 25 million Mana so'mga. oldilarda bitta o'tib olib qo'y. Bitta tanlab olsangiz ham 25 million so'm. 17 bosh.
Va. Avliko qanchaga ketadi do'stim Avliko? Avlikol 20,5 O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. 23,5 ga? Aha. Bo'ldi, hisob. Oy, bitta avlikoli bor. 3ta qo'ng'iri bor. Bitta qo'ng'ir, olganim 2. Qolganim 2 angus. Angusi ham bor ekan. Angus mana. Ikkita toza angusi bor. Toza. Joning sog' bo'lgin. Mana juda boshqacha ekan. Do'stim optimiga aytib qo'yayapmini? Buni oldi 25 million bo'ldi. Ikkita 45 million bo'ldi, 22. Keladi, men oldim deganga bor, optimga. Aha. Ketaveradi 23,5 dan mana shu mollar. 23 million 500 ming so'mdan Ketaveradi O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab akalar. Bizga xolis baho berishdi. Lekin mollar 100 ga 100 tozalaridan, Zo'r mollar. korobkalari o'ta butun. Hajmi. Ha, joning sog' bo'lginlar. Mana avlikol. Avlikolga necha baho berasizlar akalar? Mana avlikol. Oyoqlarini qarang, baquvvat. Korobka butun. Mol o'zi ham zo'r mol. Joning sog', barakasini bersin. Xo'p, optimiga aytdik akalar. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida. Xotirjam kelaverasizlar. O'sha do'stim Ilhomjon firmasidamiz. Bexijil aloqa chiqaveradi, xotirjam. Do'stim olgan odamga ham sotgan Biz odamga ham xizmatdamiz. Alloh baraka Telefon bersin. qilganda aloqa chiqqan chorva berintamiz deb qo'ysa yana bonuslari bor. Barakasini bersin. Sog' bo'linglar akalar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, birdan like bosib, kommentariyada fikr qoldiring akalar. Ketkizgan vaqtlarga rozi bo'lasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.